Hoy, bizni eshityapsizmi? Bu bir restoranchi Jenursan umuman aloqa yo'q, ishlamayapti. Hammasi bilan o'zlashgan. Menimcha hayot bilan fotolashlashdan Mana oxirgi qushcha qayerda ekan? Mana bizni ajal ham keldi. Otib tashlay qol. Otib tashla. Hali hammangiz o'lib ketasiz. Barakat, yana kim bo'ldi? Bugun axir dam olish kunim. Hozir Jenursan dam olish kunimda mazza qilib dam olaman desam, shunaqalar stop. Aylanmancha chiqishing qiyin. Barakat. Senga nima bo'ldi? Max, qo'y. Yo'q. Bitingni bizib tashlashni kim qildi buni? Bazamizga Gidra hujum qildi. Nima? Gidra axir bu bizni boshliq-ku, jinnimsan? Boshliq sotqinlik qildi, tushundingmi? Sotqinlik. Shunursin, hozir shu xonaga kirib tur. Hop, kravatda yotib tur, plakat. Betini bezab tashlashdi. Ikkita o'q, ikkita qo'lga tegani. Shunda Gidra, yo'q, ishongim kelmayapti. Gidra axir bizni boshliq. Bizga sotqinlik qilishi mumkin emas. Balkim adashayotgandir. Bilmadim, yana hozir o'zini bet qo'limni yuvib olay. Maxga tezroq yordam berishim kerak. Jenursan, issiq suvam yoqmayapti sababi nima so'radi, remont hali ham bitgani yo'q. Mayli, hozir nima so'radi, bitta bilan bir plakat bu tulet qog'oz-ku axir. Mana bu yerda sochiq tak o'zim ham ketdim. Mayli. Stop. Tongda chiroqni yoqqanmidim yoki tunda yonib qoldi? Mayli, plakat o'zi tilimni ham sevib chiqib ketyapti. Max, ahvoling qalay? Yaxshi ham, yomon deb ham bo'lmaydi. Tushunarli, lekin yomon bitlaringni bitib tashlashdi. Xo'sh, endi batafsilroq. Xullas kalom, Gidra bizni nima so'radi? Bazamizga hujum qildi. Mayli, bu yoqni ko'p bilyapman. Nima uchun? Xullas kalom, juda ham katta pulga sotilgan prezidentga. Tushunarli. Xo'sh, qancha beraman degan? 3 milliard dollar berilgan va bizni o'ldirishni aytgan. Tushunarli. Biz ham katta jamoaga aylanganmiz, shuning uchun hamma bizni o'ldirishga xohlashyapti. Shunaqa. Mayli, unaqa bo'lsa hozir ozgina yaralaringni davolaymiz degan ikkita o'qib chidagansan, qo'yil lekin. Achib ketyapti, iltimos tezroq. Xo'p, plakat. Lekin qanaqasiga axir? Albatta men buni savol javobsiz qoldirmayman axir. Hammasi uchun Jenursan. Nima so'radi? Stop. Hozirga nima bo'ldi? Aytib beraman. Oxiriga qaytarib ko'rishingiz mumkinki, ko'k eshik, qora eshiklar ham qoldi, hammali nicho va mana bizda bint ham bor ekan va ozgina o'rab tashlaymiz. Undan keyin esa ozgina dam olgandan so'ng ishga chiqamiz. Ikkita qora eshik va ikkita ko'k eshik juda ham yaxshi. Mayli, endi esa Max, xullas kalom, qara, menda bint bor ekan. Mayli, unaqa bo'lsa tezroq mana nima so'radi, o'rab tashlay yaralarimni. Xo'p, lekin ozgina vaqt oladi va og'rishi mumkin. Xo'p, hammasi tayyorman. Mayli, unaqa bo'lsa, xo'p, endi esa bu yerdan kalitini olaman, sababi keyinroq ichkariga kirishim kerak. Albatta, eshikni qulflab ketaman. Haytgancha o'mlashdan xullas kelon, biz hozir Max bilan qasos olishga ketyapmiz. Shuncha qardoshlarimiz va jigarlarimiz uchun albatta hozirroq qasos olamiz va xullas kelon, hozir men sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Tak, hammasi normalniy, svetlar o'chirilgan va yaxshi. Xullas kelon, tak, atrofda hech kim yo'q, hech kim ko'rmasligi kerak bu ishni. Xullas kelon, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Meni qurollarim bor. O'zi 2 kun oldin sotib olganman bularni. Xullas kelon, bitta pistolet va bizda xullas snayper bor. Snayper orqali hozir biz uzoqdan ularni birim-ketim minus qilamiz va yaqinlab borgandan so'ng pistolet bilan просто tak cho'tka hammasi qilamiz. Tak, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin snayperni. Tak, endi esa bunga snayper va glowshitl sababi hech kim ovozni eshitmasligi kerak. Albatta, menga juda ham ko'p problemalar kerak emas va hammasi yaxshi. Tak, endi esa kostyumni kiyish mayli. Tak, Max, nimaga olib ketding? Xullas kelom, senga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Xo'p. Oho, nima bu? Snayper qayerdan olding? Amerikadan zakaz qildirganman. Juda ham yaxshi. Unaqa bo'lsa hammasini birim-ketim minus qilamiz endi. Minus double kill hammasini qilib tashlaymiz hozir. Tak, xullas kelom, ana sekin ko'rib qolmasligi kerak. Sababi ularda ham qurol borga o'xshayapti. Yana bilmadim. Yo'q, ularda qurol yo'q. Nima, qanaqasiga? Xullas kelom, ular nimasi bo'ladi? Unchalik ham katta odamlar emas, shuning uchun ularga qurol berilmagan. Nima uchun unda bular qo'rchiga qo'yilgan? Yo'qni bilmadim. Gidra unaqa ko'p narsani menga aytmaydi. Tushunarli. Mayli, unaqa bo'lsa hozir stop, plakat uxlamagan ekan u. Hammasini tekshirib oldi. Keyinroq katta problemaga aylanishi mumkin.
Da tak xullas kelam. Oppa, birinchi minus tayyor. Embaklamasdan yur, sababi hozir ko'rib qolsang yomon kallangga bir tirishadi. Yo'q, hech nima qila olmaydi. Poligot Rustam ham tegishi sal qiyinroq bo'lar ekan. Mayli, tak poligot nima bo'ldi hozirgina? Patron olib ketdi. Mayli, Minecraftdamiz, o'shani ham nazarda tutish kerak. Mayli, endi esa birim pistolet bilan minus nima bo'lib bular yana tilishyaptimi? Birinchi illat bor ekan. Da to'g'ri desam, qoch. Max yo'lda aralashma. Tez. Poligot qoch, senga ham qurol berish kerak shekilli. Jinnimisan, qanaqasiga qurol bilan otaman men? Bu gaping ham to'g'ri, lekin ikkita qo'liga ikkita o'q teggandan poligot nimaga o'tmay qolyapti bu? O'zing biroz tortishni bilmaysan, axir yoshsan-ku. lekin bu gaping ham to'g'ri, poligot jinursin. Qani endi esa bu yerda odam ko'pga o'xshaydi, jinursin. Bular yana qoch. Jinursin, Max qochamiz, biroz chekinamiz, sababi bular qayta tilish berishyapti. Qanaqasiga axir? Ajab, mana birinchi yillar juda ham kuchli gidra berishgan. To'g'ri desan, solg'usi o'ldirib qo'yishardi poligot. Ehtiyot bo'l. Xo'p, oldiga ko'p para berma, axir bilasan, bularni mushtiqatdi. Da to'g'ri aytasan, gidrani o'zi bularni trenarovka qildirgan. Da mayli, anaqa bo'lsa tezroq. Xo'p, qani tak, hozir ko'ramiz. Nemcha hech kim qolmadi, hammasi o'lib ketishdi. Narsan, o'sha bu yerda bitta jigarimiz yotibdi. Qo'rqmang, hammangiz uchun quruq so'linadi. Qani bu yoqqa kellaring, qani yo'q-ma, nima bo'lyapti bu pistoletga? O'zing Minecraftda boshqarishni bilyapsan, jinni. Xo'p, qani poligot minus va mana bu yerda bitta hozir va minus. Juda ham yaxshi. Ehtiyot bo'l, qurol olishni ozgina o'rganishing kerak. Da, narsan kellalarga o'tib ketishibdi. Hamma yoq qon, poligot. Shu yerda ochganmi seni? O'zim o'tirgan paytimda kelib ochib ketishdi. Tushunarli, qanaqasi ochgan axir? Mana yashirin yo'lim bor. Tushunarli, narsan bu qonlarni men ko'rmab kelyapti, sababi bular o'z jigarlarimning qoni. Hammangiz uchun qo'zg'olib so'nadi, qo'rqmanglar. Hammasini просто tak yo'qlatib, qanaqasi yo'qlatib o'ldirib ketishgan. Xo'y, Max, qayerda bu? Voy, Max, xo'y, jinozon qayerga ketdi bu jinni? Voy, bu yerda ham yo'q. Xo'y, Max, mana bu yerda ekansan. Ozgina jinni ko'chadasan axir. Xo'p, men nima qilay? Mayli, hisobsiz odamsan, bilaman. Xo'p, mayli, uncha hazillarni yig'ishtiramiz, xo'sh, reja bormi? Xullas kelam, reja o'ylab qo'yganman. Xo'sh, xullas kelam, uni Lucky nomli bitta o'ng qo'li bor. O'shani agarda taqlid qilsa, ya'ni o'ldiramiz deb, gidrani qayerdaligini aytadi. Lekin to'g'ri, xullas kelam, hozir biz mana mashinam bilan boramiz. Stop, qo'ygan mashina sanikmidi? Uyning oldidagi shuncha pul qayerdan? O'zing juda ham ko'p pul berasan-ku menga axir, albatta topshirish uchun. Lekin to'g'ri, mana BMW M5 xullas kelam o'tirish mumkin. Hop, tezroq iltimos. Tezroq, sen tezroq o'tir. Hop, chiqdim. Chiqdingmi? Ha, chiqdim. Hop, juda ham yaxshi. Endi esa xullas kelam Lucky New'ni lekin men bilmayman. O'zim o'rgatib turaman. Xullas to'g'riga boramiz va o'sha yerdan eski mas'uliyat teatrni bilasanmi? Qo'g'irchoq teatr? O'shani oldida. Mayli, hozir yetib boramiz. Max, aniq shu kvartira degan umiddaman. Xuddi shu kvartira. Men adashmayman axir. Mayli, unaqa bo'lsa sen o'zing shurda turaver. Hop, omad. Rahmat. Senga ham omad. Tak, hozir bunga omad kerak bo'lmaydi, sababi prosta turadi. Tushunarli, qulf, demak, hozir qulfni buzishga to'g'ri keladi va все нормально. Odamlar eshitganini menga farqi yo'q. Salom Lucky. Salom, siz kimsiz? Nima tanimayapsanmi? Yo'q. Tushunarli. Hozir boshlaring deb qo'yaman. Nima tanimayapsanmi? Bo'ldi, sekin. Voy, poligot. Mayli, hazillashaman axir. Hazil. Gidra qayerda? Gidra aytmayman. Aytmaysan. Demak, mayli, boshlaringga ochishni xohlamayman. O'ldirsang o'ldiraver. Demak, boshqa joyga yo'l tutamiz. Onang eski sartaroshxonada isharmidi? Nima? Axir bu nohaqlik. Nima? Orqadan tepish, orqadan urish bu nohaqlik emasmi? Bo'ldi, iltimos aytaman. Xo'sh, eski angarni bilasizlarmi? Eski angar. Juda ham katta. Xullas, o'sha yerda. Tushunarli. Demak, o'sha yerda o'z bazasini qurgan. Xuddi shunaqa. Qo'y, nima demoqchisiz? Senga kattakon rahmat. Xiyonat albatta qasos bilan tugaydi. Bo'ldi. Albatta bu qasos, muqar. Ya'ni albatta bir narsa sotqinlik, bu albatta keyin qasosi juda ham og'ir bo'ladi. Tak, bo'ldi. Eshikni ham qulf buzildi. Xo'y, uni olib tashladingmi? Bo'lsa nima qilishim kerak edi? Lekin to'g'ri ish qilibsan. Albatta, mayli, unaqa bo'lsa tezroq endi boshimiz kerak. Qayerda ekan?
Xullas eski angar bor-ku. Ha, o'sha yerda ekan. Tushunarli. Agarda ot olganimda senga yordam berardim. Lekin kerak emas. Bir o'zim eplayman. Axir bundan ham ko'p, bundan ham katta topshiriqlarni eplaganman. Ha, to'g'ri aytasan. Stop, aytgancha bitta narsa yodimga tushib ketdi. Nima ekan? Xullas ko'ram u yaqinda qurollar sotib olganda va granatamelot. Nima? Granatamelot? Xullas ko'ram unchalik ham yaxshi nomini bilmayman. Granat otadigan bilasanmi? Nima o'sha bormidi? O'shani yashirdim deb aytgan edi menga. Tushunarli, demak uni olib ketmasak bo'lmaydi. Chiqa qol. Xo'p. Chiqdingmi? Chiqdim. Mayli, unaqa bo'lsa, uni ham olib ketishimiz kerak. Albatta olib ketamiz. Sababi u bilasan qancha turishini. Kecha internetda ko'rgan edim. Bittasini o'zi 3 milliard dollar. O'shani sotib olgan, o'shani olib ketadigan bo'lsa, albatta nima so'radi? G'alaba biz tarafda. To'g'ri aytasan. Unaqa bo'lsa, hozir o'zim o'shani olib kelaman. Xo'p, qani topib ko'rchi. Xo'p. Granatamelot bu 3,5 milliard dollar turadi. Bu aniq. Buni hozir topib olsak, juda ham yaxshi bo'lardi. Mana bu yerlarda yo'q. Mana. Hozir buni chekkara qo'shib qo'yamiz va normali va mana granatamelot va qani hozir olib ko'ramiz buni. Granatamelotni o'zi turibdi. Unchalik men ham nomini yaxshi bilmayman. Mayli, unga patronlar va yana bitta qurol. Stop, mana jinursun. Bu prosta bitta o'tgani, prosta guruhni otryadni yo'q qo'yadi va bu M4A M4 desa ham bo'ladi qisqartirib. Max, yaxshi xabar. Xo'sh, rostdan ham bor ekan. Topdingmi? Aniq nima bo'ladi? Prosta gidrani bu bilan qancha qilib tashlaymiz? To'g'ri aytasan. Hamma qardoshlarimiz uchun qasa solamiz. Davay, o'tirdim. Juda ham yaxshi. Endi esa oldingi angarning yoniga boramiz. Davay, tezroq. Nima bo'ladi? Gidrani kellasini shunday ezib tashlaymiz bu bilan. Albatta menga ham qo'lati tuyumdaman. Yarmidan bo'lamiz. Lekin juda ham katta ketmaslik kerak. Uni odamlar ham kam emas. Endi esa qani sekin u yerga boraman. Max, xullas kelam, biz eski angarga yetib keldik. Menimcha shu yer sababi bu yerda уже ikkita qo'rqchi borgan. Hozir snayper bilan hammasini birim minus qilishga harakat qilaman. Eng birinchi hammasini yaxshilab o'qlab olishimiz kerak. Hammasini yaxshilab ko'rib ol, sababi bu yerda odam ko'p bo'lishi aniq. To'g'ri aytasan, sababi bu gidra. To'g'ri aytasan, sotqin gidra. Endi esa xullas granatamelot o'qlandi. M4A1 bu allaqachon o'qlaganman va hammasi tayyor. Davay. Endi hozir yarim bo'ldi. Sekin. Xo'p. Endi esa hozir birinchi qo'rqishim minus va ikkinchisi esa ochish salqinroq bo'ladi, sababi jinursun toshni orqasiga berkinib olibdi. Balakat. Bitta ham o'q tegmayapti. Hali ham guvohchilar bor. Bo'lmasam aniq allaqachon bilib qo'yishardi. Bilgani aniq, sababi yonidan o'qlar o'tyapti. Bu yoqqacha otib qo'yishlar mumkin. Yo'q, qo'lda qurol yo'q. Stop, qanaqasi yo'q? Bilmadim, rostdan ham qanaqasi yo'q bo'lishi mumkin. Bilmadim. Hozir jinursun bitta ham o'q tegmayapti. Balakat. Omadli insonlardan bittasi ekan. Meni ham omadimni olib qo'ygan shekilli. Lekin seni bir tarafdan omadli desa bo'ladi, sababi gidrani qo'ldan tirik chiqqansan. Lekin bu gaping ham to'g'ri. Endi esa hammasini birim minus qilamiz. Qani jinursun menimcha allaqachon sezib qolishdi va minus balakat qoch. Endi nimaga bu o'qlanib qoldi? Balakat qoch. Axir seni ham o'tib qo'yish mumkin. Bu yerda o'ralashavermadi. Xo'p, uzr. Senga yordam bermoqchiman-da, endi men ham bitta ham odam o'ldirganim yo'q. O'ldirmasang ham bo'laveradi. Axir quruq qo'l bilan qanaqasi o'ldirmoqchisan? Qat'iy qo'lda pichog'im yo'q. Hammasi yaxshi. Hammasi baqirishyapti negadir. Granatamelot bilan ochishga harakat qilib ko'raman hozir. Sababi ishlatishimiz kerak buni. Lekin bu yer juda ham yaqin, ochishni maslahat bermayman. Hozir mana bu tarafda eshik bormikan? Eshik bor. Shinasin bu tualet degan balakat. Mayli, demak, oddiygina qurol bilan ochishga to'g'ri keladi va minus bitta o'q bilan prosta qani. Opa. Jinursun. Juda ham qattiq ekan rostdan ham. Prosta double kill, bitta o'q bilan ikkita qo'yon va juda ham yaxshi. Ana bu yerda ham odamlar. Hozir buni snayper bilan eflashga harakat qilib ko'raman. Qani. Bitta jinursun tegmay qoldi. Bitta va ikkinchisi ham minus. Hozir uchinchisini esa keyinroq yo'q qilamiz. Mayli. Shuni nima desam, Maxga bersam, qo'y Max. Maxga ketdi. Qo'y Max. Jinursun qayerga ketdi? Tuvaletga kirib ketgan ekan. Shu yerdaman. Nimaga turibsan bu yerda? Yaralarim og'riyapti.
Mayli, orqamdan tezroq kelasan. Xo'p, mana bu ishni olib tashlasang qo'limga tegyapti-da bu. Yo'q, bu singisi kelmayapti. Mayli, tezroq kel. Xo'p. Lekin tushunish mumkin. Stop, qayerda edi? Aytgancha mana bu tarafda ekan. Bu juda ham eski bo'lgani sababli bitta ham chiroqlar yo'q. Bu bizga juda ham katta plyus. Tak, endi esa mana bu yerdagina ham malakali grant amaliyot o'qlarini olib qo'yamiz va minus. Tak, ichkarida mamcha odam borga o'xshayapti. Ichkarida odamning kattasi. Keldingmi, Max? Ichkarida Gidra. Va nihoyat yetib keldik. Yetib keldik. Grant amaliyotni olsam ekan. Yo'q, shart emas. Birinchi qiynab o'ldiramiz uni. To'g'ri aytasan. Tak, qana minus va ikkinchisi minus. Gidra va nihoyat. Sizlar qanaqasi keldingizlar bu yerga? Lucky zotdi. Nima? Lucky o'ng qo'limi? O'ng qo'ling. Xo'sh, hammasini tushuntirib berasanmi yoki o'zingni o'ldirasan yoki biz seni o'ldiramiz? Tushunarlimi? Men buni hammasi uchun qildim, tushundingmi? Prezident menga juda ham ko'p pul berdi. Agar meni o'ldirmasanglar, sizga juda ham ko'p pul beramiz. Demak, bizga ham berasan, lekin Max, to'g'ri bu biz uchun juda ham katta foyda qilibdi. Nima? Tushunarli. Mayli, biz keta qolaylik. O'ldirmaysizlarmi? Yo'q, albatta. Ko'zingni qisish. Ko'zimni qisdim senga. Xullas kelam, hozirroq Gidra bilan xayrlashamiz. Xayr, sotqim va minus просто partiyadan ketdi. Juda ham yaxshi. Просто shu ko'zingni qisishing menga yoqib qoldi. Qanaqasiga? Endi mayli, aytdim qo'ydim. Jinursan sotgan. O'z qardoshlarini pulga sotgan. To'g'ri aytasan, bunaqa boshliq bizga kerak emas. Endi kerak ham bo'lmaydi, sababi stop, bas. Mana bu tarafdan keldingmi? Mayli, endi esa tezroq borishimiz kerak. Tezroq uyga borib damimni olaman men. Doktorga ham ko'rinishing kerak, sen ham ko'rinasanmi? Yo'q, menga balo ham qilmadi. Hammasi juda ham yaxshi, chotki bo'ldi menimcha. Hammasi chotki bo'ldi. Xullas kelam, mashinamiz bilan endi nima so'radi? O'zimizni uyimizga borib, damimizni olamiz va seni kechqurun o'zim shifoxonaga olib boraman. Mayli, juda ham yaxshi bo'lardi, sababi yaralarim ochilib ketsa ham bo'ladi. Juda ham yomon qonaydi. Mayli, unaqa bo'lsa, o'tir, tezroq boramiz, Max. Endi nima qilamiz? Nima bilan shug'ullanamiz? To'g'ri desam, buni o'ylab ko'rmagan ekanman. Chiqdingmi? Chiqdim. Tushunarli. Bilmadim, to'g'ri desam, men ham nima bilan shug'ullanishimizda o'ylab ko'ramiz. To'g'ri, o'ylab ko'rish kerak. Balkim shifokorlik qilarmiz. Shifokorlik tajribang bormi? Menda yo'q, lekin sen qiziqaman deganding. Lekin qiziqaman, lekin tajribam yo'q. Tushunarli. Lekin vaqtida o'qiganingda tajribang bo'lardi. To'g'ri aytasan, sen ham o'qimagansan axir. Men umuman maktabga ham bormaganman. Mayli, unaqa bo'lsa, tezroq uyimizga boraylik. Damni olishimiz kerak. Biz hammasini tugadi deb o'ylagan edik. Lekin aslida hammasi endi boshlangan ekan.